Assalomu alaykum, hurmatli Agro Buxoro kanali kuzatuvchilari, Dehqon fermerlar kanalimiz 2025-yil 16-aprel chizsasida biz G'ijduvon tumanida Rauf akamni fermer xo'jaligi dalasiga kelganmiz. Bu dalamizga Rauf akam bizdan Green Life kompaniyamizni Chemp makkajo'xorisidan olib ekkandi silos yo'nalishda. Rauf aka qaysi chizsada ekilgan, necha kun bo'ldi ekilganiga? Bu 2-aprelda ekilgan bu. 2-aprel chizsasida 2-aprelda ekilgan. Shu Green Life'ni Chemp Green Life kompaniyasini Chemp urug'ini keltirib ekdik. Bu gektariga endi 75.000 dona turga ekildi bu. Tur tushgan. Xudo xolasa endi hozir birinchi ishlovni boshladik. Birinchi ishlovda 200 kilodan karbamid. Bu yog'ini yana xudo xolasa sizlar bilan maslahatlashib, qancha agronomlar bilan necha kilo nima berish kerak, necha marta suspenziya qilish kerakliklarini sizlar bilan maslahat qilib shu narsani xudo xolasa bir hosilni yetishtiramiz degan niyatda shu ishni qildik. Inshaalloh xudo xolasa. Rauf akamizni hozir ayrim dalalarni bir kuzatdik. Hozir keyingi dalalarni ham keyingi videolarda qo'yib o'tamiz. Tik chiqishlarida muammosi yo'q. Ekilishda ozgina xatoliklar bo'lgan, unaqa ko'p emas. Holatlari juda ham yaxshi dalamizda. Makkajo'xorlari ham birinchi ishlov o'zi boshlangan. Hozir birinchisiga 200 kilodan karbamid bilan kultivatsiya qilib o'tyapti akamni o'zi. Undan keyin 3 kundan keyin xudo xolasa bir yomg'irlar o'tib olgandan keyin suspenziyalarni qilasiz aka, o'zimiz bergan dorilarni aka. Dalalarida bu dalalari qolgan dalasiga nisbatan ozgina yaxshi, juda ham yaxshi. Bu 10 gektarlik yer maydoni ekan. 10 gektarga Green Life kompaniyamiz Chemp makkasidan ekkan. Qolgan dalalarida ozgina fosfor amofos yetishmovchiligi kuzatilyapti. Hozir biz agronom Alisher akamiz bilan kelib maslahat berdik. Iloji boricha o'sha mikroelement tarkibiga yana amofos balandroq suyuq bagdan suspenziya, keyin iloji boricha yana pastdan ham ildizdan ham 250 kilo 300 kilo amofos berishni. Hozir bu dalalarning holati yaxshi, xudo xolasa. Shu bilan endi nasib bo'lsa ikkinchi kultivatsiya jarayonida ikkinchi suvga nasib bo'lsa kelamiz aka, xudo xolasa. Aka, Allohim dehqonchiligingiz barakasini bersin. Rahmat, xush kelibsiz. Rahmat.